Bugün 8-iyun. Biz giloslarda teryapmiz. Haliyam bu skina sortidagi giloslar mana astida o'tirib tortaylik, astidan ko'rinadi ekanda mana. Ustidan shoxlarni iyvesda mana 8-iyunda skina boy deganlarga o'to yaxshi, kalibr ham yaxshi mana. Kalibri ham yo'q degan 28-30 borda mana. Samopilay mıydı? O'zini o'lchandiradi. To'g'ri, issiq yerlarda ham bo'ladi ekani, salqin yerlarda bu kalibr yana ham cho'ng bo'ladi. Bu mana o'zicha qilingan bu sistemada bo'lgan viritino bir litrli bo'lib tarbiyalangani uncha o'xshab bo'lgan. Mana o'xshaganini ko'rsatib beray, mana keyin ham daraxtda. Mana agar menda 1 litrni qilib, mana ozmoq qisqaroq qilsa, manda qilib mani yeb, manda 1 litrli qila turgan bo'lsa o'ta yaxshi bo'ladi. Mana qaranglar, mana shunday oladi. Mana qaranglar. Agar bizda salqin mana qaranglar, bitta shoxda o'zi necha kilo. Bunday shoxdan qancha. Agar salqin yerlarga biz imенно shu skinani qila turgan bo'lsak, mana qaranglar, buni o't olganda mana yerda yotadi, qaranglar. Kalibrda cho'ng'aytqoni mana shoxlarni qisqartirib qilsa bo'ladi. Udobleniyasini berib, shoxlarni qisqartirib, obreska meni kalibrda 30-31 ga yetkazsa bo'ladi. O'shaning uchun skinani ham salqin yerlarga eksak bo'ladi. Issiq yerlarga ham bo'ladi-ku, salqin yerlarga ondan ham yaxshi. Issiq yerlarga italyanskilar, salqin yerlarga skina ekkan yaxshi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.